O'zbekiston radio kanali. Oddiy va samimiy to'lqinlar jilosi. O'zbekiston tele radio kanalida Tabassum. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Tabassum ustaxonasidan gapiramiz. Assalomu alaykum tabassum shaydolari. Assalomu alaykum kulgi, hazil mutoyiba shinavandalari. Hafta o'tib siz bilan yana havo to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan behad shodmiz. Bugun tabassum bog'idan eng sara kulgi mevalaridan tortiq etamiz. Iya, kulgu mevalari ham bo'ladimi? Bo'lmasam-chi, Ma'ruf aka, insonlarni dilini shod etuvchi hangoma-yu hajviyalar kulgi mevalarning eng sarasi hisoblanadi. Mayli, siz aytgancha bo'la qolsin. Albatta, afandi latifalari dilingizni shod etish bilan kishilarga insoniy fazilatlardan saboq beradi. Marhamat, tinglang. Afandi rostini aytadi. Podshoh bir kuni afandiga do'q qildi. Menga ma'lum bo'lishicha, kecha bir o'tirishda mening odil hukmdorligimni odamlar maqtaganlar. Sen esa o yerda bo'lganing holda mening yaxshi fazilatlarimdan bir og'iz ham gapirmagansan. Afandi sovuqqonlik bilan javob berdi. Shohim, bu yolg'on. Faqat kechagina emas, men umrim bino bo'lib sizning odil va oliyjanobligingiz haqida so'z bo'lgan o'tirishda bo'lgan emasman. Gap salladami? Afandi savatday sallani o'rab ko'chada borar edi. Yo'lda bir kishi uning yo'lini to'sib iltimos qildi. Ta'sir. Shu xatni o'qib bersangiz. Men o'qishni bilmayman. Iya, dedi afandi. U odam hayron bo'lib so'radi. Boshingizda shunday katta salla bilan xat o'qishni bilmaysizmi? Afandi boshidan sallasini olib, uning boshiga kiydirar ekan aytdi. Gap sallada bo'lsa, ol, o'zing o'qi. Ta'sir. Afandi ko'z boylag'ich. Bir kuni afandining uyiga Ali degan do'sti mehmonga boribdi. Bir payt afandi qarasa, Ali dasturxondagi kumush qoshiqni cho'ntagiga solayotganmish. Topqir afandi shunday debdi. Qaranglar, hozir men qoshiqni cho'ntagimga solaman. Bir zumda qoshig'im Alining cho'ntagida paydo bo'lib qoladi. Mana U shunday deb Alining cho'ntagidan o'g'irlangan qoshiqni olib qo'ygan ekan. Yozganimga faqat o'zim tushunaman. Afandi yashaydigan qishloqda o'zidan boshqa savodli odam bo'lmagan ekan. Bir kishi afandini yoniga kelib, Menga maktub yozib bersangiz, narigi qishloqda yashaydigan qarindoshimga yubormoqchi edim. debdi. Afandi Ilojim yo'q. Oyoqlarim og'riyapti. debdi. Xatni qo'l bilan yozasiz-ku. Oyoqlaringizni nima aloqasi bor? debdi haligi kishi hayron bo'lib. Meni xatimni o'qish uchun albatta o'zimni chaqirishlarga to'g'ri keladi. Men esa bora olmayman, degan ekan afandi. Janjal nimadan chiqadi? Bir kuni podshoh afandidan so'rab qoldi. Shu odamlarga hayronman-da. Doim bir-birlari bilan janjallashgan. Hozir shu janjal nimadan chiqarkan, afandim? odamlar bir-birlariga bexosdan ahmoq bo'lma deb yuboradilar. Janjal shundan chiqadi. Bormagan gap, shu arzimagan gapdan janjal chiqadimi? Chiqadi.
Chiqmaydi. Chiqadi. Chiqmaydi. Ahmoq bo'lmang. dedi afandi Jo'rttaga. Jallod! deb qichqirdi podsho azbaroyi jahli chiqib ketgandan. Ana, aytmadimmi taqsir? Bitta ahmoq bo'lmagan janjal tugul, o'lim chiqdi-ku. Boring bo'lmasa, ahmoq bo'la qoling. Tovuqning tushlik payti. Afandi tushlikka tuxum yegisi kelib, tovuqxonaga tuxum olishga kirsa, tovuqi tilga kirib, Hozir tushlik vaqti, keyin keling dermish. Tabassumda hajvchi ijodkor Abdurazzoq Obro'yning Bo'ydoq askar kitobidan olingan Bo'ydoq askar deb nomlangan hajviyasini e'tiboringizga havola etamiz. Bo'ydoqlar, ya'ni uylanmaganlar yaxshiroq tinglang va sizlarga ham baxt eshiklari ochilsin. Bo'ydoq askar. Bilagim kuchga to'lganda armiyaga, harbiy xizmatga chaqirib qolishdi. Bir ikkisini tobiga keltira olmasam-da, ish desa tomdan tashlayman. Ketmon ko'tarib katta bo'lganman-da, hali xizmatga bormasimdan eshitgan edim. Armiyada undoq, armiyada bundoq, holingga maymunlar yig'laydi deb. Yo'q, boshqa joylardan xizmatga chaqirganlar ham odamga o'xshar ekan. Hozir esimda yo'q. Novchamidi, kaltamidi, xullas sariqdan kelgan bittasi bizga boshliq bo'ldi. Yoshi yo 50 yo 55larda. Qorni kattamidi, kallasi kattamidi? Xullas shunaqa. Bir kuni o'sha akamlar Shokirov, men senga topshiriq. Generalning xonasini yuvasan deb qoldi. Otam meni xizmatga kuzatayotganda, O'g'lim, komandirlaringni gapini ikkita qilma. Xo'pmi? Xo'p deb tayinlagan edilar. Ikkita qilib o'libmanmi? Xo'p bo'ladi, dedim qo'limni chakkamga qo'yib. Pol artish uchun bir chelak suv, askarning eski shvabrasini ko'tarib, generalning xonasiga bordim. O'zi ham xonamisan, xona ekan-ey. Ashqol-dashqolini ko'rib, 5 yulduzli mehmonxona deysan. Ishga kirishdim. Aslida sovun bilan 100 qo'l kiyimlar yuviladi. Bu yerda pol ham sovunlanar ekan-ey. Xonani shishada yaltiratdim. Komandir meni safning oldiga chiqarib, topshiriqni a'lo darajada bajarganing uchun tashakkur bildiraman dedi. Rahmat dedim qo'limni chakkamga tirab. Xizmat qilaverib, barakallalarim, rahmatnomalarim ko'payib ketdi. Bir kuni deng, uyga 10 kunga ruxsat ham berishdi. Samarqand qaydasa deb yo'lga tushdim. 1,5 yil yurtda bo'lmaganman. Hayajondaman. Poyezddan tushib atrofga alanglayman. Do'ppi kiygan yigitlar, atlas ko'ylak kiygan qiz-juvonlar, tanish ovozlar, o'zbekcha so'z qulog'imga moydek yoqadi. Bir payt soch jamalak, kalta ko'ylak kiygan bir qizni ko'rib, toshdek qotdim. Men tomon to'g'ri kela boshladi. O'zimni yo'qotib qo'ydim. Yetib kelib, Assalom. dedi. Yo, pray, 1,5 yil ichida qizlarimiz o'zgaribdi, dadillashibdi. Ustidagi libosini aytmaysizmi? Salomat bo'ling, dedim tirjayib. Qiz ham kuldi. Tanishdik. Shahar aylandik. Men o'zimda yo'q xursandman. Hayajondaman. Boshqalarni bilmadi bu. Men qizlarni ko'rsam, kuchga to'lib, o'zimdan kulgim kelaveradi. Nega kulasiz? dedi qiz. O'zim deyman-u, yana kulaman. Bitta she'r aytib bering. deb qoldi qiz. She'riyatga qiziqar ekanda. Men ham ilgari she'rga qiziqardim. Avval o'zingiz o'qing, dedim jilmayib. Mayli, eshiting bo'lmasa. Shaftolini shoxini egib olgim keladi. Aka deb yurib, tegib olgim keladi. Badanimga chumoli o'rmalaganday bo'ldi. She'r navbati menga keldi. Ota onang rozi bo'lsa, qo'llaringdan ushlasam, olmazoringga kirib, shakar labingdan tishlasam, yuzimga sharq etib shapaloq tushdi. Ko'zimni ochsam, generalning xonasida yumshoq divanda yotibman. Dam olgani o'tirib, ko'zim ilingan. Devorga suyab qo'ygan shvabra yuzimga tushgan ekan.
Xayriyat, general kelib qolmabdi. Bo'lmasa. Tabassumda qatra handalar. Yashang, tinglang, dam olinglar. Eshitdingmi, Toshmat uylanibdi. Xotini 4 tilni bilarmish. Voy bechora, yomon bo'pti-ku. Nega endi? Mening xotinim faqat bir tilni biladi. Lekin shunda ham tenkamni quritib yuboradi. Amerikalik mashhur kosmetolog jarroh ziyofat paytida bir ayolga debdi: Yuzingiz menga tanish tuyulyapti. Tanimayam ilojingiz ham yo'q. Axir men bu yuzim uchun sizga $1000 to'laganman. Nima? Xotinimga ham hayronman-da. Pul so'ragan. Yo'q. Kuniga 10 marta so'rashdan ham tortinmaydi. Shuncha pulni nima qilar ekan? Bilmadim. Men unga shu paytgacha bir til ham bermaganman. Yo'q. Kapital bilan mehnatning farqi nimada? Birovga pul qarz bersangiz, bu kapital. Yo'q. Uni qaytarib olish esa mehnat. Va ajobo. Bu yodingizda bo'lsin. Ha do'stim, yo'l bo'lsin. Ov mavsumi yopilganini bilmaysanmi? Sekinroq gapir. Xotinim eshitmasin. Nimaga? Sotuvchining qo'pol muomalasidan jahli chiqqan xaridor dedi: Aytgan gaplaringizni qaytarib olib, kechirim so'rang. Bu yerda hech narsa qaytarib olinmaydi. Juda bo'lmasa almashtirib beriladi. Aziz tabassumning qadrli tinglovchilari, sizlarni baxt va omad aslo tark etmasin. Sizlarga tabassum ulashganlar. Muallif Sherali Hojiyev, rejissyor Gulchehra G'iyosova, Ovoz operatori Sevara Yunusova. qatnashganlar: Dilshod Soliyev, Shohida Soliyeva, Ahmadjon Mirzayev, Sayyora Husanova, Abdug'ani Ro'ziyev, Lolajon Shodiyeva. Boir Xolmirzayev, Shohruh